oyog'iga tosh kirsin, tikon kirsin, shisha kesib ketsin, tabiiy massaj bo'lsin, muskullar qotsin oyoqdagi. Yassioqliga hech qachon ortopedik oyoq kiyim berilmaydi. Hali to'liq gapira olmaydi, to'liq fikrini ayta olmaydi u bolachalar. Ozgina yuribdi, ko'targa tushib olaveradi. Uydagilar uni o'ylaydi, baland erkalik qilyapti. Shunaqangi tushuncha bor. Yassioqlik faqat shu oyog'imizni bo'ylamasiga, oyoqni uchiga yurish, tovon sohasiga yurishimiz kerak, tashqi yuzasiga yurishga ham foydali. Bir kunda mashqlarning davomiyligi 2-3 mahal 15-20 minut oralig'ida. O'zi yassioqlik qachonki chuqur davolashga kirishiladi, og'riq sindromi bilan birga kesadi. Qarang, bo'lmasa men sizgachi yassioqlikning turini, darajasini, mashqlarini qanaqa davolashlar kerak, o'shalarni qanaqa klinikalar beradi, hammasini aytib ketaman. Men sizga savol beraman, javob beringiz bo'ldi. Og'riq kuzatiladimi? Qaysi og'riq qaysi paytda bo'ladi? Masalan, kunduzi bo'lmaydi og'riqlar, doimiy bo'lmaydi. Futbol o'ynagan paytda, ko'p yurgan paytda, yosh bolachalarni, kichkina bolalar qatdan bilasan, ular masalan 4 yoshga kirdi, hali to'liq gapira olmaydi, to'liq fikrini ayta olmaydi u bolachalar. 3 yoshli, 4 yoshli bolachalar aytadi. Uni qatdan bilasan. U bolachalar ko'tar duradi meni. Yerda yurmaydi, ozgina yuradi, ko'targa tushib olaveradi. Uydagilar uni o'ylaydi, baland erkalik qilyapti, meni ko'tarib yursin deyapti, qo'liga o'rganib qoldi, deb shunaqa deb o'ylaydi. Akademiyada unda yassioqlik bo'lishi mumkin. Yassioqlikni ko'rish kerak, tashxisini qo'yish kerak. Tashxis qo'yilgandan keyin yassioqlik deb, ya'ni birinchi daraja yengil darajasi bo'lsa, yassioqlikni birinchi turlarga bo'lib olish kerak. Yassioqlikni 3 xil turi bor: prodolniy, poperechniy va kombinirованный. Aralash turdagi yassioqlik bo'ladi. Bizda prodolniyda ko'pchilik oddiy uchraydi, hammada yassioqlik deganda bizda shunaqangi tushuncha bor. Yassioqlik faqat shu oyog'imizni bo'ylamasiga yassi ko'rganda ham bir xilgilar aytishi mumkin. Doktor bo'lish shart emas bunga. Yassioqliging bor sani deb aytadi. Keyingisida kondalen, poperechniy yassioqligimiz bor. Unda yassioqligimizda nimaga farqlab olishimiz kerak? Davolashda sal o'zgarishlar bo'ladi. Ortopedik oyoq kiyim va ortopedik stelkalar beradigan bo'lsa, patellar beradigan bo'lsa, davolashda farq qiladi. Mashqlarda ham farq qiladi. Kombinirованный. Ikkalasi ham barobar kelishi mumkin. Ham bo'ylama, ham ko'ndalang yassioqlik bo'lishi mumkin. Bularda yassioqlik kitoblarda yoziladi. Haqiqiy yassioqlik deyiladi. Bunda o'sha biz oshiq suyagimiz qiyshiq joylashi, vertikal taran deymiz biz. Oshiq suyagimiz qiyshiq joylashda, bunda davolash umuman boshqa taktika bo'ladi. Bizda masalan bo'ylama yassioqligimizda ko'proq kasallarga buyuradigan bo'lsak, oyog'ingiz uchida yuring, tovonida yuring, tashqi yuzasida yuring, shu mashqlarni ko'proq qiling. Og'riq sindromi bilan kechib turgan bo'lsa, bolada bu narsa zo'rayib borib xarakterga ega bo'ladigan bo'lsa, biz unda stelka supinator beramiz. Individualniy, hammaga bir xil pate tayinlanmaydi. Asosiyatini e'tiborga olish kerak, yassioqlikka hech qachon ortopedik oyoq kiyim berilmaydi. Ortopedik oyoq kiyim birinchidan qattiq, ikkinchidan og'ir. Yassioqlikning o'zi bo'lsa, unda qo'shimcha kasallik emas, faqat yassioqlikning o'zi tashxisi qo'yildimi, ortopedik oyoq kiyim yozilyaptimi kasallikka, demak xato bu. Ortopedik oyoq kiyim yozilmaydi hech qachon. Qachonki bolada nerv tomonidan, muskul tomonidan o'zgarishi bo'ladigan bo'lsa, oyoqlarda kaus, equinus qayrilishlari bo'ladigan bo'lsa, unda ortopedik oyoq kiyim beriladi, kasallik zo'rilib ketmasligi uchun. Lekin yassioqlik o'zining tashxisida unda berish mumkin emas. Nimaga? Sabab yassioqlikda muskul bo'ylam apparatini bo'shligi. U kasallikka tashxis qo'yamiz, shu uchun biz 2,5-3 yoshdan keyin tashxis qo'yiladi yassioqlik degan. 2,5 yoshgacha yosh bolalarda muskul bo'ylam apparati to'liq rivojlanmagan bo'ladi, shakllanish bosqichida bo'ladi bu narsa. Shakllanish bosqichida bo'ladi. Turiga qaytadigan bo'lsak, endi o'sha turi bo'ylamasi bizga nimaga kerak? Bo'ylama yassioqligimizda ko'proq oyog'ini uchida, tovon sohasida mashq qilgan deb tushuntiramiz kasallarimizga. Bo'ylamasiga tortilgan muskullarimiz biz ishlash kerak. Ko'ndalang yassioqligimizda biz oyog'ini uchida emas, ko'proq oyog'ini yon qismida yurish kerak. Oyog'ini yon qismida yurganda o'sha paytda oyoq suyaklarining oldi guruh muskullari o'shanda yaxshi ishlaydi. O'shanda bular tonusga keyin kelib qotib oladi. Tushundim. Darajalariga qarab davolashimiz o'sha yengil darajasida ko'proq uy sharoitida mashqlar beramiz.
massaj buyurishimiz mumkin. Muskul bo'ylama apparatini sal tonusini oshirish uchun qo'shimcha fizioterapiyalar o'tkazilishimiz mumkin. Kalsiy vitaminda обязательно beriladi bu bolalarga. Keling, men tasavvur qilaylik. Men o'g'lim bor yoki jiyanim bor. Unda ko'ndalang yassi oyoqli aniqlandi. Yengil tashxis qo'yildi. Uni uy sharoitida davolamoqchiman. Uni davolash uchun qancha vaqt ketadi? Qaysi mashqlar qilishim kerak? Davomiyligi qancha bo'lishi kerak? Shular haqida ma'lumot bersangiz. Yassi oyoqli tashxisi qo'yilgandan keyin ko'ndalang yassi oyoqli tashxisi qo'yildi bolaga. Qo'yilganda bunga birinchi ochritda bolaga to'g'ri oyoq kiyim tanlab berishimiz kerak. Yoshga nisbatan oyog'imiz rivojlanib boradi aytganmiz, 2,5-3 yoshgacha bizni sifotimiz sekin ko'tarilib, oyog'imiz shaklini olishi kerak. To'g'ri oyoq kiyim deganda nimaga e'tibor berish kerak? Magazinda oyoq kiyim tanlab turganimizda oyog'ini old qismi qismasligi kerak, bo'sh turishi kerak, amortizatsiya bo'lishi kerak, tovon sohasi berk bo'lishi kerak bolani. To'piq sohasida ham bo'sh joy bo'lmasligi kerak bolada. O'shanda bu mukammal turadigan bo'lsa, oyoq kiyim, oyoq svobodniy, yumshoq, tovon sohasigacha berk, to'piq sohasigacha berk bo'ladigan bo'lsa, oyoq kiyim o'shani to'g'ri shaklini oladi. Endi siz to'g'ri oyoq kiyim ham kiydirdingiz, bolangizda ko'ndalang yassi oyoqli tashxisi qo'yildimi, uy sharoitida qiladigan mashqlar shu tovon sohasida ko'proq yurish, oyoqda tashqi yuzasida ko'proq yurish kerak. Sharoit bo'lsa, uyga ortopedik kovrik olib kelib qo'yish kerak. Hozir chiqqan puzzle kovriklar bor. Uyda bitta chetiga gilamcha qilib solib qo'yilsa bo'ladi. Har xil figuralari bor. Oyoqda tabiiy masaj effektini beradi ular. Tabiiy masaj effektini beradi. Shuning uchun bizni oldingi yosh kattalar aytishadi, bolalar yalangoq qo'yib yuborgan ko'chada. To'g'ri, men o'zim ham tavsiya beraman. Bolangizni parnida katta qilmang. Parnida katta qilyapsiz. Bolangiz oyog'i hech qanaqa shakllanolmayapti, to'g'ri. Nimagaki tug'ilganidan beri faqat yumshoq, tekis, silliq joyda yuribdi bola. Havo issiq bo'lgan kunlari qo'yib yuboring, tabiiy masaj bo'lsin, oyog'iga tosh kirsin, tikon kirsin, shisha kesib ketsin, tabiiy masaj bo'lsin, muskullar qotsin oyoqdagi. O'shanda oyoq to'g'ri shaklini oladi. Xo'p, endi bo'ylamaga yondashsak, bo'ylamada qanaqa bo'ladi? Bo'ylamada asosan o'sha bo'ylama guruh muskullarini ko'proq ishlatishga e'tibor qaratish kerak. Bunda oyoqni uchiga yurish, tovon sohasiga yurishimiz kerak, tashqi yuzasiga yursak ham foydali. Bo'ylamasiga maxsus koptokchalar, masalan, tennisda koptogi bo'lishi mumkin. Shunaqa koptokchalarda oyoqni tagiga qo'yib mashqlar qilsak bo'ladi. Uy sharoitida. Bir kunda necha mahal mashq qilish kerak? Bir kunda mashqlarning davomiyligi 2-3 mahal 15-20 minut oralig'ida. Birdaniga ko'p nagruzka berilmaydi, magaki oyoqlar og'rib qolishi mumkin. 15-20 minutda 2-3 mahalga bo'lib olinadi. Davomli qilish kerak. Bir oy misol uchun. Keyin bir oydan keyin doktor huzuriga kelib tekshiruvdan o'tish kerak. Ortoped ko'rigiga yassi oyoqlikda 3-6 oy davomida ortoped ko'rigidan o'tib turish kerak. Bu narsa zo'rayib boryaptimi? Davolash taktikasini o'zgartirish kerakmi? Og'riq sindromi qo'shildimi, yo'qmi? Og'riq sindromi. O'zi yassi oyoqli qachonki chuqur davolashga kirishiladi, og'riq sindromi bilan birga kelsa. Og'riq sindromini qayerdan bilasiz bunday desangiz, yosh bolada o'zi ko'pincha aytolmaydi ular, kunduz kuni yurganda bemalol futbol o'ynab yuradi, ko'chaga chiqib o'rtoqlari bilan o'ynaydi, ko'proq yuradi. Og'riqlar xarakteri kechki payt uxlash oldi. Bola yotalmaydi, oyog'imni bosib qo'ying deydi, oyog'imni tizza soham og'riyapti meni deydi, mas surkab qo'ying deydi, yo biror tabletka bering deydi. Shunaqangi shikoyatlar bilan murojaat qilish mumkin ota-onalarga. Halida aytdingizki, standart ortopedik oyoq kiyim yo'q. Standart oyoq kiyim, ortopedik oyoq kiyim yo'q. Nimagaki, 4 kishi ortopedik magazinga bordi. 4 kishi ham ortopedik oyoq kiyim so'rayapti, yo ortopedik pate taglik so'rayapti oyog'iga. So'rayapti, lekin ortopedda xulosasi ham yo'q, tashxisi ham yo'q, aytdagi sotuvchi ham hammasiga bir xil razmerda beryapti. Sizni kasalligingiz boshqa oyog'ingizdagi, masalan, yassi oyoqlikda o'zi, menda ko'ndalang yassi oyoqlik, yana bitta sherigimizda unda maymoq oyoqlik o'zini turiga qarab berilishi kerak bo'lgan oyoq kiyimlari bor. Hammamizda 4 kishini 4 xil tashxisdagi 4 xil oyog'i bor. Bizda standart oyoq kiyim berilyapti. Yo'q, unaqangi narsa bo'lmaydi. Magaki bir-birimizni kasalligimiz to'g'ri kelmaydi. Hammani o'ziga individualniy oyog'ini anatomiyasi bor, individualniy muskullarini, nerv sistemasini, hammasini, suyak anatomiyasini rivojlanishi bor. Shunga qarab turib to'g'ri tanlab berishimiz kerak. Individualniy bolani o'zi uchun yasatqizdirish kerak shu narsani. Demak, bolalar ortopediga kelsa,
yo'llanma yoki yo'llanma yozib beradi. Ya'ni Ha. ortopedik oyoq kiyim uchun borganda aynan u uchun, uni farzandi uchun mos keladiganini ko'rib, kasallik darajasini aniqlab, qanaqangi unga oyoq kiyim kerakmi, patek kerakmi, qanaqangi mashqlar kerak, hammasini to'liq tushuntirib beriladi bemorni o'ziga. Shunda to'liq effektivniy davolansa bo'ladi.